Blondinni ajoyib xushxabar kutyapti. To'g'rimi, Gaston? Albatta. Bugun uni baxti ochiladi. Bel bilan eshikdan chiqqan zahotim sen. Bilaman. Musiqani boshlab yuboraman. Hozir emas, galvars. Tushundim. Gaston, qanday shamol uchirdi? Men bir muhim Astronomiya odamlar kelishyapti. Ularning qo'llarida qurol aslaha ham bor. Endi menga farqi yo'q. Hojam, bizga esa farqi bor. Kuksor, tayyormisiz? Maqluq uchun, yo'q hokim uchun jonim fido. Saroy xizmatkorlari, meni diqqat bilan eshiting. Bu bizning so'nggi jangimiz bo'lishi mumkin, lekin oxirigacha taslim bo'lmaymiz. Olg'a! Nega hammachi? Nega? Mana o'sha maxluqning qasri. Biz uni yo'q qilamiz. Hoy, kimdir bormi? Ha, bolam. Onajoning shu yerda. Kerak, olg'a do'stlar! Olg'a! Tinchlik va go'zallik jodu tark etar, la'nat ham ketar, abadiy qayg'u izsiz o'char. Sevgi buyuk tuyg'u, abadiy qayg'u izsiz o'chdi. Sevgi buyuk tuyg'u. Kitoblar buncha ko'p. Siz hali kitob ham o'qiysizmi? Ha, ora-orada varaqlab turaman. Hazil qilishni boshladingizmi? Haligi